فىلادىلفىيە ئونىۋېرسىتېتىنى bir تىلەمچى قىز قۇرغان. ئامېرىكا فىلادىلفىيە ئونىۋېرسىتېتى دۇنياغا داڭلىق ئالىي بىلىم يۇرتى. Lekin yüz neçə mil keldiğən bu universal universitet ən dəstləbdə qurulğanda faqatla $0,57 setib ilinğan yerə qurulğan idi. Bugünkü gündə kişilər yiraqlardan kelib bu məktəbni ekskursiya qılğanda tanlaydigan birinci nişani həmişə asasi binadakı körgəzmə zalı buludu. Çünki o zalğa jul-jul kiyingan zəfiran chiroy oruq bir qızның sürti isilgan bo'lib, ismi, yeşi və tug'ilgan joyi noma'lum bo'lgan bu kichik qiz hammaylan e'tirof qilgan bu dangliq oliy bilim yurtining qurg'uvchisi edi. Bu vaqa 1803-yil yuz bergan. O çağlardakı Amerika əmdil Angliyaning mustamlik hukmronligidan qutulgan bo'lib, kishilarning turmushi degandek yaxshi emas edi. Tina ojiz, kasal chirmab ketgan bir ona qizini yetlab Филадельфия shahriga yetib keladi. Ammo ular turmushini qamdashga amalsiz qilib, ko'chaga chiqib, tilamchilik qilib, kunlarini jafo mushaqqat ichida o'tkazishga boshlaydi. Baş kuziki bir kun tushdan keyin ona bola ikkalan mengib yurib, shahar atrofidagi bir maktabning darvozasi oldiga kelib qoladi. Ular shu yerda tamning tuvida aptab sinib o'ltirdi. Tamning ichidan chiqayotgan kitob o'qiyotgan ovozlar va pianinoning yiqimliq ovozi onasining yonida o'ltirgan bu bechora qizni o'ziga to'liq mabdun qilib oladi. U onasidan buning nima ovozligini, nimishqa shuncha yiqimliq anglaganligini so'raydi. Onasi cho'nqir bir o'xsinib qo'ydi. Hamda bu yerning bir oqso'ngaklar maktab ekanligini, maxsus pullar boylarning kichik bolalarga o'qiydigan va pianino chaladigan joy ekanligini aytib berdi. Shundan boshlab kichik qiz fursat bo'lsa, shu maktabning temining yeniga kelib, tamning ichidan chiqayotgan ovozlarga quloq soladi. Bir qitim bu maktabning zaliga konsert o'tkazildi. Kichik qizcha kuchli qiziqishning turtkisida zalga kirmoqchi bo'lganda darvozadan kirgizmaydi. Qizchaqning ko'z yoshlari ko'zlaridan taramlab yiqishga boshlaydi. Buni dal shu yerdan o'tib ketayotgan bir o'qituvchi ko'rib qoladi. Muallim qizchaqni ahvolini uqqandan keyin qizchaqni o'z maktab ichiga boshlab ilib kiradi. Qizchaq bir xil ishonmagan holda yiliq o'qituvchidan: "Boylar bilan kambag'allarning kichik bolalarining hammasi bu yerni yaxshi ko'rgan ekan. Undaqda nimishqa faqat boylarning farzandlarini qabul qilib, kambag'allarning farzandlarini maktabga kirgizmaydi?" deb so'rabdi. U o'qituvchi bu kichik qizchaqning g'ururiga tegib qo'yishdan ansirab, ko'ngillarcha yolg'on so'zlab. Chunki bu maktab kichik bo'lg'achqa faqat boylarning bolalarini sig'dira oladi. Navoda maktab kengaytib qurilib qolsa, cho'qim kambag'allarning bolalari bu yerga kelib o'qiy oladi, deb javob beribdi. Kichik qizchaq shuningdan e'tiboran bir tarafdan maktabda o'qish orzusida yursa, yana bir tarafdan davomli onasiga ergishib tilamchilik qilib yuraveribdi. Ammo ikkinchi yili onasi yuqumli kasal bilan baxtga qarshi vafot bo'lib, kichik qizchaq yakka-yagona holda qoldi. Zimiston qish kunlarining birida kishilar shu maktabning temining sirtiga sovuqda to'nglab o'lib qolgan bir kichik qizni bayqabdi. Shunday qilib, kishilar sargardonlarni boshqarish markaziga yig'ib olish xodimlariga xabar qildi. Yig'ib olish xodimlari kichik qizchaqning jasadini bir taraf qilayotganda, uning yonchuqidan $0,57 tanga pul va agri-bugri xatlar yozilgan bir parcha xatni bayqabdi. Xatga mundaq yozilgan ekan: "Bu maktabni texmo kengaytib qurib, barliq nomrod bolalarni bu yerga kelib o'qish imkoniyatiga ega qilish uchun men ochliq chiqtab $0,50 yig'dim." Kishilar xatni o'qigandan keyin u xatlarni qizchaqning onasi hayot vaqtida uning o'rgatganligidan xabar topadi. Kichik qizchaq yuragidagi orzusini amalga oshirish uchun 1 yil tilamchilik qilib $0,57 yiqqan. Ammo bu pulni o'ziga emas, balki maktabni kengaytib qurib, shahardagi barliq nomrod bolalarni o'qish imkoniyatiga ega qilish uchun iyona qilmoqchi bo'lgan. Kichik qizchaq va $0,57 haqidagi ta'sirli hikoyalar taratqularda xabar qilingandan keyin kishilar o'zini tutib ololmay ko'z yeshi qildi. Shuning bilan bir vaqtda bu xil ta'sirotni o'z amaliyotida ko'rsatdi. Bir uy mulk savdogari 100 mingga yaqin yerni setib olib, heliqi maktabni kengaytib qurish uchun setib berdi. Lekin setish bahosi faqat $0,57 bo'ldi.
Arqadan yağaç materialları savdagari, xish savdagari qatorliq har qaysi kasblardagi savdagarlar maktabga qurilish materiallarini hadiya qildi. Yana nurg'un ishchilar maktab qurilishida haqsiz ishlashga tizimtidi. Kichiklikda faqat oqsuvoqlarning bolalarini sig'dira oladigan kichik bir maktab mushundoq qilib bara 100 ming keladigan cho'ng tipdagi oliy bilim yurtiga aylandi. Hamda maktabning nomi Филадельфىيە ئونىۋېرسىتېتىga o'zgartirildi. Фىلادىلفىيە ئونىۋېرسىتېتى rasmiy qurilgandan tortib hozirgacha 200 yildan ortiq vaqt o'tdi. Uning Amerikadagi boshqa dangliq oliy bilim yurtlariga o'xshamaydigan yeri shuki, oilasi nomrod o'quvchilar izchil turda haqsiz o'qiydi va iqtisodiy to'liqlama berildi. Bu dal ayni yildagi ismi noma'lum kichik qizchaqning sababidan bo'lgan. U o'zining beg'ubar qalbi orqali muhabbat urug'larini bixlandirib ketdi. Bu urug'lar hozir baroqsan ko'klab meva bermoqda.